Andijonda bitta joyda ma'ruza qildim. Shu yerda aytdim. Bitta bola bilan dadasini son qoraga yaxshi ko'rishgandan keyin meni o'g'lim yo meni dadam deyishadi. Darrov solishtiraman. Agar o'g'li dadasidan zo'r kiyim olgan bo'lsa, men shu bolani qaytib bir tinga olmayman shu bilan. Agar o'g'li dadasidan yaxshi kiyim olgan bo'lsa, u bolaga nisbatan meni hurmatim yo'q bo'ladi. O'zing uchun bilib olinglar, bu yaxshi emas. Dadamizdan ko'ra yaxshi kiyinib yurishimiz bu bolalar yaxshi emas. Bugun ko'chada karrillab nikkil bo'lib, samovarda, restoranda hop qanday yuring uka, men sizni qanday yurishingizni obsujdat qilmoqchi emasman. Savol bering, onaxon nima kiyaptilar, nima o'rayaptilar, nima boshlariga demoqchiman-da. Nima yeyaptilar, otaxon. Agar sizni kurtkangiz otangiznikidan chiroyli bo'lsa, men sizni hurmat qilmayman, ochiq to'g'risi. Qori bo'lsangiz ham, namozxon bo'lsangiz ham, kim bo'lsangiz ham. Uni qilmanglar dedim. Masalasi shunaqa sizlar demoqchi emasman.